Pechenkalarim ushbu retseptni tayyorlasanglar ham vaqtinglar, ham naqdinglar ekonom bo'ladi. Ketdik. Bu retseptni shunchaki saqlanib chiqib qo'ymanglar, bu gunoh qilib ko'ringlar, chunki ushbu masalliqlar hammani uyida bor. Shunchaki Agro Bravo sariyalarini xarid qilsanglar bo'ldi. Bizda joylar bilasizlar, chesnok ishtahani ochadi, rukla esa immunitetni ko'taradi. Bolalarga shuni nonni ustiga ertalabdan surib bersanglar ham maza qilib yeb olishadi. Rukula va chesnochning sariyog'imiz ham tayyor bo'ldi. Xolodilnikka qotirishga qo'yib qo'yamiz. Qaranglar, uvol bo'lmasin deb tegini non bilan yeb qo'ydim. Mazasiga gap yo'q. Nimaga aynan Agro Bravo sariyolarini tanlaganimni bilasizlarmi? Chunki aksiyada ishtirok etib 20 yillik oltinni yutib olmoqchiman. Agro Bravo kompaniyasining 20 yilligi munosabati bilan 10 va 20 grammlik oltinlar va qimmatbaho sovg'alar yutib olish mumkin. G'oliblar esa Telegram, YouTube va Instagram profillarida primo efirda aniqlanadi. Bravodan nafaqat sariyol, kefir, yogurt, tvorog va smetanalarni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bismillah. Bir chetda turgan Xadichani ham ishtahasini ochib yubordim. Saryoni ustiga nafaqat balu, balki ikra, qaynatilgan ililarni qo'yib yeysanglar ham juda ham mazali bo'ladi. Keyingi safar Bravo saryolari va avokado bilan ham tayyorlab ko'ramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like.